kecha aytganimdek, mana shu Abdulla Oripov bilan bo'lgan janjalda janjallashib qolib, so'kishib qolib, Abdulla Oripov, men aytganman, o'rta Abdulla Oripov, mana konstitutsiya bor, Vazirlar Mahkamasining qarori bor, shu buzishga vakolatingiz yo'q deganimda, men konstitutsiya, men Vazirlar Mahkamasining qarori deb kurtkani tashlab buzishni boshlab deganlar. Shu bilan men mazam qochib qolib, Barisaga ketganman. Biroq buzishni davom ettirib, o'sha zo'ravonlarcha nima qilib, qavdi ishlamaydigan odamlarni yig'ib kelib, zo'r vahshiylarcha buzilgan. Bu endi keyin hamma yo'lni nima qilib turib, men kecha aytganman, Barisada mulkdor eng katta ulug'lik o'g'lim menga qarayapti, qaynam bu yerda yotadi, qatnashmaydi. Biroq o'zicha o'zi majlis o'tkazib, nima o'tkazib, endi ben qatnashganim yo'q, nima yo'q, aytishdi, o'sha tashkil qilgan viloyat bo'yicha odamlarni yiqqan soxta qaror chiqarib turib, o'sha hali nima bekor qilyapti buni, mulk qo'mitasi bekor qilyapti. 2-iyun 2008-yildagi qarorni bekor qilyapti. Hatta mulkdorda hech qaysisi yo'q. Mana zo'ravonlarcha qaror chiqarib, buni nima oyoq osti qilinyapti. 2008-yil 22-mayda sud qarorini bekor qiladigan o'z kuchida bo'lgan nimani Abdulla Oripovda vakolat bormi o'rtoq prezident buni qilishga? Abdulla Oripov o'shaning uchun ham men ketsin Abdulla Oripov deyapman, qonun oldida javob bersin deyapman. O'sha vaqtda bu hokimasida o'tib ketdi bu hokim. Qaror, o'sha qaror bilan o'g'illarni boshidan 90 milliardlik nima shu Abdulla Oripovda aybi bilan o'sha o'zini qatnashmagan, buni baribir qatnashgan tepasida turgan, buni tan olmaydi. Hozir ot ustida hamma yoq farshivi, o'sha nimalarni hammasini chaqirib javobgarlikka tortishga o'rtatilgan. Shu men bo'lmasa umuman O'zbekistondan necha marta chiqib ketaman deganman. Nimalar ochiq e'lon qilganman. Bularni hammasi agar nima qiladigan bo'lsa, meni nima kerak bu O'zbekistonda? Ben tan olmayman davlatni. Va 2006-yil xo'jalik sudini qarori. Bu xo'jalik sudiga fuqarolik sudlarini vakolati yo'q. Uni ham bekor qilishyapti bilan fuqarolik sudlarini bilan. Nima? Mana buni nazorat qiladigan prokuraturani o'zi bekor qilyapti. 4 ta tergovchisi. Mo'llari kimga ishonsa bo'ladi o'rtoq prezident? Ularni hammasini javobgarlikka tortish kerak. Bu siyosiy xato. Siyosiy sud qarorini payhon qilish.